Assalomu alaykum do'stlar. Ma'lumot o'rnida bir narsa aytib o'tmoqchiman xo'jalikda. Bugun tuyoq tozalash bo'ldi xo'jalikda. Bu har 4 oyda bir bo'ladi, yilda 3 marta, ba'zi xo'jaliklarda yilda 2 marta bo'ladi. Hamma mollarimizni tuyog'ini tozalaymiz. Va bugun mana bo'g'oz mollarni ham endi majburmiz tozalashga, sababi u yilda 4 oyda bir marta yoki 6 oyda bir marta kelgani uchun majburmiz, qolib ketadi. Va mana bu molimiz tug'ishiga bir hafta qolgan edi. Va albatta bunda stress yuzaga keladi. Tuyoq tozalashda hamma mollar stress bo'ladi, qo'rqadi va mana shu mahsulni ko'ryapsizlar, bir hafta oldin mana shu tug'ib qo'ydi. Endi bu yaxshi, oz qolgan edi tug'ishiga bir hafta, shuning uchun buzoq to'liq rivojlangan. Shuning uchun yaxshi, bir hafta oldin bo'lsa ham sog'lom buzoq tug'di. Enasi ham yaxshi. Aytib o'tmoqchi bo'lganim, ba'zi hollarda 7 oylik, 8 oylik bo'g'oz bo'lsa, shunaqangi stress holat bo'lsa, bitta faqat tuyoq tozalashda bo'lmaydi stress. Transportda bo'ladi yoki ukolda bo'ladi yoki bir nosog'lom muhitda bo'ladi. Shuning uchun bo'g'oz mollarni iloji boricha, barcha mollarda ham buqa bo'ladimi, stressga yuzaga keltirmaslik kerak. Stress bu bola tashlashga, erta tug'ishga va kasal bo'lishga olib keladi. Mana bir hafta oldin tug'ildi. Lekin qolgan mollarimiz xudo xolasa yaxshi.